Endi ishdan chiqdim. Telefon nima olmaysan? O charchab ham ketdim. Hop, charchagan bo'lsam ham telefon berishing kerakmi? Telefon qilibdiki, birodda dardi bormi deb o'ylama. Keyin endi ozgina turardi. Nima qilamiz? Gaplashamiz. Sen bilmaysanmi o'zi? Yur. Ne oldu? Vali ozgina. Yur ketdim. Ozgina turmading. Boshing o'tib kela. Nima qilasan? Yur. Yur, bek emas. Ishtama qilmaydi, bir pasta bo'laman. Bo'llak Shartmasidi asha. Hech kim ko'rmaydi, kech bo'lganda kim ko'chada yuribdi, hamma o'zim. mash mahalla yaqinda bo'lmoq bo'ladi. Oshda nimadan qo'rqasan? Charchaganman o'zi. Bahona qilmaysan, bahona qilishsan. Qayda? Men bilaman. Qo'rqmaysanmi sen oshda? Hop, charchaganingda odam o'zing bilasan. Balki men o'sha ruhdurman, qo'rqmayman deysan. Qo'rqasan. Yaxshimisan? Bu narsa ko'rib qolding. Qizingni ko'rib qolgansan. Qizing ko'rgansan, sen to'g'risini ayt. Hop, boshlaysan, tezlashar-ku. Ha, turimizda ozgina o'tib. Bular aslida bo'lmasmi? Bo'larmidi? Bo'lardi. Prosta oshna o'tirib ketish bahonam deb qo'yaman. Charchadim. Bir-birini chov boshlancha qo'rqagan bo'libsan, bildingmi o'zi? Bu safar oshna aytib qo'ya-qo'y, unaqa bir-birimizga ovora qilmasdan yurish. Nima yani? Yur. Mayli oshna, ashaqda ozgina ishim bor edi. Telefonlashamas. O'rab. Ramo. Telefon qilsam o'g'li ekanman-da. So'rash oshna. Necha marta telefon qilib tashadi. Sen bilan birga edi hozir. Hazillashsam, men o'z o'ydan chiqib ketdim-ku. Attım-ku senga SMS yozdim. O'qimadingmi dushtaman. O'qimadingmi sen? Umuman o'qimadingmi?